Ya'ni qon tomir kasalliklari hozirgi kunda o'lim darajasini keltirib chiqarish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ya'ni bu qon tomir kasalliklariga yurakdagi, ya'ni yurak ishemik kasalliklar va bosh miyani o'tkir qon aylanishi yetishmovchiligi sababli kelib chiqadigan kasalliklar. Bosh miyani qon aylanishining o'tkir buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar bular insultlar. Ya'ni shu bosh miyada qon aylanish buzilishi natijasida, ya'ni insult degan kasallik kelib chiqadi. Insult turlari ikkiga bo'linadi. Ya'ni birinchisi bu ishemik insult, ya'ni bunda bosh miyani ma'lum bir sohasini qon bilan ta'minlaydigan tomirda tromb tiqiladi va o'sha bosh miyani ma'lum bir sohasiga qon yetib bormaydi va u yerda qon aylanishi buziladi va qaytmas jarayon, ya'ni miya to'qimalari o'ladi. Bu ishemik insult deyiladi. Ikkinchisi bu bosh miyani ma'lum bir qon tomirini yorilishi natijasida bosh miya to'qimasiga, ya'ni bosh miya ichki qismiga qon quyiladi. Tomir yoriladi va qon quyiladi.